Assalomu alaykum hammaga. Sizlarga bugun qo'g'irchog'imiz mana shunaqa sochlari jingili to'qilishini sizlarga tushuntirib o'taman. Qo'g'irchog'imizni sochlari uzun va cho'lkalari bor. Oldida mana cho'lkalari kalta bo'ladi. Mana qo'g'irchog'imiz kallasiga ulanadi. Qaranglar qizlar. Bundan ham jingili bo'lishi mumkin, или легкий jingili bo'lishi mumkin. Hamma o'zi xohlagandek qiladi. Qo'g'irchoq to'qiydiganlar biladi. Qo'g'irchoq to'qishda eng qiyin narsa bu sochlari. Chunki sochlariga bitta o'tirganingizda 2 kun, 3 kunlab vaqt ketadi. Qo'g'irchoq to'qishi qo'g'irchoqlar narxi nega qimmat deyshadi, lekin buni mehnati ham qiyin. Agar sochli qo'g'irchoq bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rib turibsizlar, sochlari uzungina chiqadi. Mana shu soch to'qishga uyda ishlarim bilan pachda 3 kun, 3 kundan oshiq vaqtda to'qidim. Ishlarimni qo'yib to'qigunimcha 3 kundan oshiq vaqt ketdi. Va cho'lkalarni xohlasanglar cho'lkali qilsanglar bo'ladi, xohlasanglar cho'lkali qilmasanglar ham bo'ladi. Qo'g'irchoq to'qigan qizlar meni tushunadi. Soch qanchalik qiyinligini. To'g'risini aytsam, ko'p qo'g'irchoqga zakaz olmayman, chunki sochlari ko'p vaqtni oladi. O'shaning uchun qaranglar. Men bugungi zakazimiz sochi uzun bo'lsin deganlar uchun 100 ta zanjirli soch qilganman. Aslida o'rtacha jingili kalta sochlilar uchun 50 ta zanjir normal hisoblanadi va men uzun sochli bo'lgani uchun 2 barobar qilib 100 ta zanjir olganman. Agar sochini kaltaroq xohlasanglar 50 ta zanjir olasizlar, uzunroq bo'lsa 100 ta zanjir olasizlar va naketsiz to'qiymiz. Bittasini tashlab ikkinchisiga kiramiz. Mana har ikkitada bittadan ko'paytirish qilamiz. Ikkita to'qidim. Ikkita to'qib olamiz va uchinchisiga ko'paytirish qilamiz. Kiramiz va qaytib yana xuddi shu joyiga kiramiz. O'shanda sochlarimiz jingili bo'lib chiqadi. Mana qaranglar, yana 2 dona naketsiz to'qib olamiz. Bitta, mana ikkita. Uchinchisiga ko'paytirish qilamiz. Zanjirga kiramiz, ilib olib chiqamiz. Yana kiramiz, ilib olib chiqamiz. Bitta teshikka 2 marta kiramiz. O'shanda ikkita naketsiz va uchinchisiga ko'paytirish qilib to'qsak sochlarimiz jingili bo'ladi. Mana har ikkitada ko'paytirsak sochlarimiz mana bunaqa bo'lib, burama bo'lib, jingili bo'lib, chiroyli chiqadi. Iloji boricha soch to'qayotganimizda ingichkaroq ipdan foydalansak chiroyli chiqadi. Qalinroq ip ham dag'al bo'lib, katta bo'lib, xunuk bo'lib ketadi. O'shaning uchun iloji boricha soch to'qayotganimizda ingichka ipdan foydalansak yaxshi. Men ipni ancha oldin olganman, esimda yo'q qanaqaligi, 400 metrli ip olganman va o'shandan 4 tami shuna qo'g'irchoqni sochiga yetib berdi. Xudo xolasa mana uzun soch bo'ladi. Xuddi shu tartibda sochini oxirigacha to'qib olamiz. Ikkita to'qiymiz, bitta ko'paytirib oxirigacha olib kelib ulab olamiz. Shu bilan jingili sochli qo'g'irchoqimiz tayyor bo'ladi.